Karomat Isomova. Gap yo'q ko'rsatuvi orqali tanilgan ushbu aktrisa hozir qayerda va bugungi kunda nima ish qiladi? Bu savollarga roligimiz davomida javob olasiz. Gap yo'q va maslahat ko'rsatuvlari orqali xalqimizga yaxshi tanish bo'lgan aktrisa Karomat Isomova 1965-yil 2-noyabr sanasida Toshkent viloyatining Zangiota tumanida tug'ilgan. 1986-1990-yillar mobaynida Toshkent teatr va rassomchilik oliygohining Qo'g'irchoq teatri aktyorlik yo'nalishida tahsil olgan. 1993-yildan O'zbekiston teleradio kompaniyasida o'z faoliyatini boshlagan. Televideniyadagi faoliyati davomida Gap yo'q, maslahat, ko'zgu, ayollar hangomasi, men sizga aytsam hamda otalar so'zi, aqlning ko'zi kabi bir qator ko'rsatuvlarda muallif, boshlovchi va aktrisa sifatida ishtirok etgan. Karomat Isomova kinoda ham bir necha esda qolarli rollarni ijro etgan. Jumladan Lafz, Tutash taqdirlar, Yuzsiz, Ko'zlarim yo'lingda, Oltin devor kabi film va seriallarda qatnashgan. Aktrisa shuningdek dublyaj sohasida chet el seriallari, milliy seriallar va multfilm qahramonlariga o'zbek tilida ovoz bergan. Bugungi kunda ham dublyaj sohasida faoliyatini samarali davom ettirib kelmoqda. Voy, umringizdan baraka toping. Ovora bo'p nima qilardingiz? Kecha Sobirjon piyoba olib chiqqandi. Bugun siz. Axir o'zingizlar ko'pchilik bo'lsanglar, qo'l ichida kun ko'rsanglar. Karomat Isomova 2003-yilda Mannon Uyg'ur nomidagi Toshkent davlat san'at oliygohining Qo'g'irchoq teatr rejissyori yo'nalishidagi kursni tamomlagan. 1990-2006-yillar oralig'ida O'zbekiston davlat Qo'g'irchoq teatrida rejissyor yordamchisi va sahnalashtiruvchi rejissyor lavozimlarida faoliyat yuritdi. Rejissyorlik faoliyati davomida respublikamizning bir qator viloyat qo'g'irchoq teatrlarida bir necha asarlarni sahnalashtirdi. 2019-yildan buyon Karomat Isomova Jizzax viloyat qo'g'irchoq teatrida bosh rejissyor lavozimida ishlab kelmoqda. 2020-yil aktrisa O'zbekiston qo'g'irchoq teatrlari o'rtasida o'tkazilgan 12-an'anaviy festivalda eng yaxshi rejissyor tashkilotchi nominatsiyasiga munosib ko'rilgan. Aktrisa oilali, 2 nafar farzandning onasi.